shu niyat bilan 2 kecha uxlamay material ko'rdi. Bundaq chaqlarda uning kallasi sozlashib, fikr yo'llari echilib ketadi. Bu odatni u o'z vaqtida afsonliq millat kadrlarini tarbiyalash va o'stirish chaqiriqining sharofati bilan Millatlar institutiga berib 2 yil Hanzucha ham umumiy fan o'rganish, partiya maktabiga berib 1 yil markazim nazariyasini o'rganish jarayonida yetildirgan edi. U ko'rgan materiallardan nurg'un xotir qoldiradi. Keyin uni bir-biriga yeyib pishtirib, kirishtirib, xuddi parcha-parcha laxtaklardan bir chiroyli quroq chapan tikkan usti saypongdek 3 kun ichida xeyli vazni bor bir parcha maqolani bitkizib chiqdi. Maqola o'zigimi yaradi. Endi yana bir qatim boshqa turib, uningga Xinjiang universitetining proletariat izbosarlarini tarbiyalaydigan yalqinliq o'choq degan saltanatlik ismini qo'ydi. Keyin uni texnik mustahkam bo'lsin degan niyatda siyosiy ma'arif fakultetidagi bir yaqiniga ko'rsatdi. Maqolangiz yaxshi yozilibdi, ovoz baxti. dedi u bir qatim o'qib chiqibdi. Qo'ygan narsalariniz ham yangi, ham o'tkir. Uning ustiga nihoyat vaqtida yozilibdi. Bu sizga cho'qim yuksak sharaf keltiradi. Bu maqtashlar ovoz baxtiga yoqdi. Qanoat hosil qildirdi. U maqolani shu kunlar gazetxonaga o'zi olib bordi va tahrir bo'lim mudiriga berib etib, kamtarlik bilan mundaq dedi. Bu uzun vaqtlik o'ylanishning mahsuli. Ko'rib beqinglar. Partiya gezitining talabiga uyg'un keladi deb o'ylayman. Agar fikringiz bo'lsa, men yana o'zgartirishga tayyor. Salobatlik bir oliy maktab o'qituvchisining bundoq kamtar, muloyim pozitsiyasidan ta'sirlangan bo'lim mudiri maqolani nihoyat tezda ko'rib bir taraf qoldi. Bayroq ro'shan, muqomi yuqori, vazni eg'ir bundoq maqolalarning bozori istik edi. Maqola 3 kundan keyin gazetning ko'rinarli sahifasida besilib chiqdi. Ovoz baxtining og'zi quduqiga yetdi. Zoyitga o'xshash ixlosmand murtlarni gazetni ko'tarib olib, ovoz baxtini o'ptalla bozorga soldi. Uning ham siyosatda, ham kasbda pishgan iqtidorli ziyoli ekanligini yetkuchi maqtashdi. O'qituvchilar ichidami uning maqolasi fakultetdan halqib, g'ulg'ul qo'zg'adi. Bo'libmi maqolaning oxiridagi avtorning irodasi bilan va'dasi ifodalangan maktab inqilobiy ishlarining izbosarlarini yetishtiradigan muhim bir baza. Bu yerda burja ma'arif iddiasi o'ttirsida jiddiy kurash bormoqda. Men bu bazada ko'krak kerib turib gajdan iborat qurolni ching tutib, bu kurashni oxirigacha elib boraman. degan chiroyli abzas kishilarning diqqatini qo'zg'ab o'ylantirdi. Ba'zilar buningdan bir xil siyosiy tahdidni sezgandek beorom bo'lishdi. Ba'zilar bir xil o'tkir puruq hidini hidlagandek vasvasiga tushib qoldi. Chunki ular qisqagina hayotida talay qatim beshidan o'tkazgan bo'ronchaqqulik siyosiy harakatlarning dardini yetkuch tartib yurak oldi bo'lib ketganlar edi. Ularning tajribasidan qaraganda har qanday shafqatsiz siyosiy kurash hamon oldi bilan gazet jurnallarda e'lon qilinadigan oshundoq yo'shirin bishoratlar orqali paydo bo'ladi. Bu yerda jiddiy kurash bormoqda. Muallimning ko'zda tutqani nimadir? Rostilla ko'zga ko'rinmaydigan ishga yo'l. Ishki sinib o'tirsada jiddiy kurash bo'layotgan degan. Uning vakillari kimdir? Aygash kuchunlari-chi? Voy xudoyim-ey, yana nima ishlar bo'lib ketadi? Maqoladagi kichikina bir abzas so'z kishilarni xuddi sutdan og'zi ko'ygan qiytiqni po'ylab ishidi degandek ana shundoq andishiga vasvasiga selib edi. Lekin ovoz baxti buningdan qo'rqmaydi. Agar birisi uningdan sening ko'zda tutqaning zodi nima deb so'rab qolsa, u ikkilanmayla kim bo'ladi? Salim apandi, mana bu materialni ko'ringlar deb uning so'z va leksiyalaridan yo'lib elib, prinsipni ko'tarib tahlil qilingan maqolalarni tashlab beradi. Va ularga bir tomchi suvdimi quyoshning nuri aks etadi deb sinipiy kurashning yo'g'on davlalarini tushuntiradi. Buningga albatta hech kim palon deyolmaydi. Chunki vaziyat nozik, sinib mavjud, kurash mavjuddir. Havas baxtiga bugun maktabning muavin sho'jisi Jinrungni yo'qlash xiyoliga keldi. Uning nazarida fursat pishib yetishgan, payt kelgan edi.
u necha oydan beri tayyorlagan sovg'a salomlarini yo'g'on bir qora sumkaga soldi. Uning ichida modern markalik oliy tamakidan tortib, beliq go'shi konservasigacha, oltin medalga erishgan Joyaching markalik oliy haraqdan tortib, qaymoqliq pechenigacha bor edi. Bularning hammasi oson topilmaydigan atovar, qimmat baholiq yemak-ichmaklar edi. Havas baxti buni tayyorlash yo'lida xeli ko'p riyozat chekdi. Pulni tayyorlaganda mol tepilmadi. Mol tepilganda pul kelmadi. Xotin bolalarning rizqini bo'g'ib, yoshirin noroziligini qo'zg'adi. Shundoq bo'lsa-mu, muddasiga yetish uchun kishining kirini sho'rab, yemay-ichmay yurib, ashundoq narsalarni orom-tas tayyorlagan edi. U qarong'i tushganda binolarning dodisi bilan mengib, maktab boshliqlari uchun alohida tomchi yurib selingan bir qavatlik uylarga keldi va o'ziga tonish eshikdan g'ipli qilib kirib ketdi. U kirganda Jinshuji chig' yalpigish bilan o'zini yalpib, televizor ko'rib o'ltirardi. U 55 yoshdan halqagan, ko'zlari yo'g'on, ammo nursiz. Bir tutam yirik pitak chechi mangligiga tushib turadigan oqish yapaloq yuzlik, do'g'aloq odam edi. U havas baxtini ko'rib, ko'ni qadinaslardek xushal bo'lib ketdi va uning qo'lidan yetilganicha mehmonxonaga boshladi. Oldiga kamput, pechene, mevalarni tizdi. Choy qo'ydi. Tamaki tutdi. Bunda qizg'in iltifatdan havas baxti texnik hayajonlanib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Og'zidan xo'sh-xo'sh, chiroyidan kulki tabassum ketmadi. Baya sizni o'ylab turardim, dedi Jinshuji tamakisiga chaqmoq chiqib etdi. Sizda ilgirlash tez bo'lyapti. Yaxshi qilyapsiz. O'tganda fakultet so'zlagan so'zingizning ruhini anglab xushal bo'lgan edim. Bu qatam gazetga chiqqan maqolangiz to'g'risidagi baholarni anglab, texmi xushal bo'ldim. Siz butunlay haqli. Bizning davrimizda ilm-fan mayli ijtimoiy yoki tabiiy bo'lsin, u yoki burjuaziyaga beqinib, burjuaziyasini uchun xizmat qiladi, yoki proletariatga beqinib, proletariatsini uchun xizmat qiladi. Ikkining biri. Lekin Jinshuji, dedi havas baxti bechor qiyofatda dadxo'rlik etishga boshlab. Bundaq gaplar ba'zanning qulqiga yoqmayotdi. Bu gapni qilg'uvchilarni yomon ko'ryotdi. Kimlar u? Chiroyini purishtirib so'radi Jinshuji. Havas baxti xuddi birsi anglab qoladigandek Jinshuji tarafga bo'yinlab turib past ovozda dedi. Fakultetning tizginini tutib Yoqub Kerim bilan heylik ajnabiylarga cho'qinib, mutaxassislashish yo'liga mangan Salim apandi. Yoqub Kerimmi shundaqmi? Shundaq. U Sovet o'qig'achqa Shurunjoyining ta'siri texni ig'irdan ha? Bu tarafimi bor. To'g'ri. Ustiga qirib qolishim ko'ngrab qoldi. Shunga Salim apandining bepi usul o'ynab, uning yemoychisiga olinib kelyotdi. Yomonga yon tayoq bo'ldi-da. Bir rahbariy qodir ha. Havas baxti suhbatning ayni muddadagidek ravon yurishayotganligidan xushal bo'lib, ajdaho turlik piyoladagi choyni sumirdi. Tamlik, xushbiroq choy uning yayrab ketayotgan vujudiga texmi lazzatli huzur bag'ishladi. Miltiqning stuvoli ko'ringan ekan, jazman uni batlayotgan odam bor. Dedi Jinshuji tabiatiga singib ketgan ziyoda sezgurlik bilan. Hamisha hushyor bo'lishimiz, kurashdan murakkab ayg'ir to'qay va kaskin bo'ladiganligini to'liq mo'lcharlashimiz lozim. Siz yaxshi ishlayapsiz, texnik yaxshi ishlang. Partiya tashkili sizni unutib qolmaydi. Tizgin tutish hargizmi bir odamga baxshanda emas. U hamon o'zdirib, almishib turdi. Sizdek yosh, go'zal istiqbol oldingizda. 40 yoshga kiray deb qoldim, Jinshuji. Dedi havas baxti bir xil o'kinish, ta'ma ham sinash aralashib ketgan murakkab hissiyot bilan.
40 yosh degan Toshqurol davridagi insonlar umrining oxirgi cheki. Cho'ng ishdan umid yo'q. Unda umidsizlanma. dedi Jinshuji uni qiyiqtirib. Hozir atom davri, 40 yosh degan insonning 30 yoshlik qon davri. Ne islomani shu davrda vujudga chiqadi. Sizning kutadigan umidimiz cho'ngmi? Bu gap bilan ovoz baxtining geliga bir narsa g'iq qilib tiqilgandek bo'ldi. Oyajondan o'zini zo'rg'a tutib, ba'ayni kichik bolalardek xushal bo'lib ketdi. Jinshujining himmat shafoatiga qanday javob qaytarishni o'ylab, qilg'iliq topolmay qoldi. Shu topda u Allohning baxillik qilib, o'ziga kichikgina bir quyruq qo'shib bermaganligidan qattiq o'kindi. Agar tulkinikidek chiroyli salva quyruqi bo'lgan bo'lsa, hech bo'lmaganda it yoki eshaknikidek kichikgina kolt quyruqi bo'lgan bo'lsa, uni hozir darhol ishib silib, Jinshujining orqa oldiga shippanlatib, keyin uning yuz ko'zlarini, qo'l-pullarini shunday sipoyilik bilan silab siypab, xushomat quyruqning hamma xillarini haqdodiga yetkazib ko'rsatgan bo'ladi. Attan bugun faqat shuli kam bo'lib qoldi. O'tganda degan material qanday bo'ldi? So'radi Jinshuji ovoz baxtining shirin xiyolga petib ketganligiga qarab. Kim edi? Salim nima? Salim apandi. Ha, shuning materiali o'dayman. Ha, shuning materiali. dedi ovoz baxti darhol yanchiqdan bir necha batlaq qog'ozni elib. Bu uning yig'inda qilgan xato so'zlar bilan liksidagi zaharli fikrlarning bir qismi. Biz yana davomli qilayotimiz. Lekin menga yoqib kelimi putli qasham bo'lyapti. Inqilob qilganda qiyinchilik bo'ladi. dedi Jinshuji uni rag'batlantirib. Lekin undan qo'rqmaslik kerak. Qiyinchilik hamisha qalbiga homilda. Qalbi qiyinchilikni yengish davomida dunyoga keladi. Bizning qiyinchilikqa beradigan javobimiz mangu kurash qilish. Kurashga beradigan javobimiz mangu g'alaba. Yoqib kerimi putli qasham bo'lsa, hozircha bir chetga asta ishtirib qo'ying. Biror ishga yo'liqsangiz, udul meni teping. Rahmat Jinshuji, endi yaxshi bo'ldi. dedi ovoz baxti texmi ta'sirlanib. Men sizni azaldan suyungan teg'im deb qaraydim. Bugun teg'im ishandim. Siz menga yarylab bo'lsangiz-da, hali yoqib jo'rin Salim apandilar ekan. Osmondek ayni yulib tushishkimi qo'rdim yetadi. Ishonaman, dedi Jinshuji uni texim umidlantirib. Tashkil sizning jasoratingizga, iqtidoringizga ishonadi. Sizdek ishonchlik izbosarlarimiz bo'lg'achqa, bizmi xotirjam. Ovoz baxti birdilla umidlandi. O'zidan ajoyib mo'jizalarni yarata oladigan ulug' bir kuch sezdi. Shu topdan u tasavvurdagi xiyoliy ko'rinishlarni reallik deb bilgan ham uning ustiga g'oyaning hashamatlik bog' eramlarini serib, shuning ichida farog'at kuchimiz o'ltiradi. Lekin u kunlarning birida tuyuqsizlik esiga kelib, o'zining qandoqdir hashamatlik bog' eramda emas, balki dasht bayovan ichidagi bir parcha yig'oni bo'shliqda turganligini xiyoliga keltirib baxmagan edi. Anglayotganinglar beli quturidan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Kashki tiniq osmonga oy chiqdi. U xuddi baxtli qizlarning nurliq yuzidek parqiraydi. Uning atrofida asta yuz ochgan zangari osmonning ham yerida durdona yulduzlar chaqnashga boshladi. Yoz osmoni go'zal va hayvatli tusga kiradi. Yotoq binasining orqa tarafidagi uchburchaklik qopchig'ay bugungacha boshqa jonlanib ketgan edi. Go'yo osmondagi yulduzlarning bir qismi bu yerga ko'chib tushgandek, bir necha yerda vol-vol o't yolqini ko'rinadi. Kimlardir o'tning yerida timsiqlab bir ishlarni qilib yuradi. Hey, Salih, atlashdi bu. Atlashdi, sening-ku. Meni cho'ginim qaynaydab qoldi. Ay, bu kasofat o't ma'noni yuguraydi-ku.
bir bo'lingdan Matkeram Matqasimning jeli bo'lib xo'dinshigan ovozi anglandi. Ey, ahmoqqa-chi, o'choqning dudxonasi ochmamsa? Uning yeniga kelgan Qizilburun kulib ketdi. Ular tosh va kesaklardan kichik o'choq yasab, cho'gin kurushkalarda salza, chamg'ur qaynatayotgan qo'rsoq mastonlari edi. Tunugun Aqniyazga jurnal tahrir bo'limidan xeyli ko'p qalam haqqi kelgan edi. Savoqdoshlari uni yo'yimiz deb chin turib oldi. Aqniyaz pulni chiqargan bo'lsa-mu, bozorga berib pul xarjlaydigan yer topolmadi. Tashqinlarga tizilayotgan issiqlardan olayli desa, ochliq bileti yo'q. Oshxonaga kirib biror qachidan nangmay yeyli desa, tomoqxonalarda ishlatadigan maxsus bilet yo'q. Oxir ular og'izdagi sho'rgaylarni yutib, maktabga noumid qaytib kelishdi. Yotoqqa kirganda Salayning kallasiga bir aql keldi. Og'aynilar, biletlik narsalarni yeyolmay qo'rsoqdan ichib ketdi. Endi biletsiz bo'lsin yeyli. Qandoq? Biletsiz nima bor? Sayilcham qurba. Yom bor dedi. Bu kechida u narsani nazim topimiz. Dedi Qizilburun ishonch bilan. Pulli bo'lsa, Yemadin yasirgichi borsak mayli. Aqniya, pulingni aytga. Dedi Salay o'rnidan turib. Amsi men bilan birga meninglar, davom konsul berib, dehqonlarning uyidan setib olamiz. To'g'ri, ularga pul kerak, bizga bu sayilcham qo'y. Bütün binadagilar uxlab, jon tinjigan vaqtda ular baya tepib kelgan ana shu bir necha jin salza chamg'ur va yangilarni pushirish uchun yotoqning kaynidagi bu jimjit xilvat joyni qizitib o'tgan edi. Aqniyaz pul chiqarganlik uchun xuddi Begzodlardek hech chiqarlashmay oyiga qarab shoirona xiyol surib o'ltirardi. Onun yanında bu keşke ziyofatga alohida taklif qilingan Shavkatning go'zal yoz kechasining orambaxsh huzuri bilan mast bo'lib o'ltirardi. Bir chaqda Aqniyaz xiyoldan saygib Salayni chaqirdi. Salay, pishdi bu. Tezroq elib kelsanglar-chi. Endi qaynib pishdi. Dedi Salay o'tni to'lab etib. Biroz ta'xir qil. Aqniyaz betaqatlik bilan yana to'g'ladi. Bo'ldilar, chamg'ur bilan yangi qaynaversin. Savzni suzib kel. Xonni qo'y yeydi-ku kishi. Savzini men suzib boray. Meni qaynag'ini xeli bo'ldi. Dedi g'oyat noyib va cho'kan qo'shiqlarni ishqa solib, bir qalay taxsiga bir necha bosh savzini suzib keldi. Kelinglar, hammanglar kelinglar. Dedi Aqniyaz yanchiqidan kichik yapiliq botulkali aroqdan bir nechani chiqardi. Cho'g'inlar u yer qaynaversin, biz bu yerda qaynaylik. Hammalar Aqniyazning atrofida gira bo'lib o'ltirdi. Sapal hijraga qo'yilgan haraqni qo'ldan qo'lga o'tkazib ichishdi. Chalib pishgan savzini pul-pullab zakuska qildi. Haraq bir necha navbat aylangandan keyin ko'ngillar ko'tarilib parang qizishga boshladi. Men deyman og'aynilar, dedi Aqniyaz ko'ngil sirini aytib. Qallonga bir narsa kirib oldimi, u sening qo'lqingni, ko'zingni yeydi ekan. Bugun do'stlik kinoxonasining oldiga borsam, Qanaydin, Zunglushan yassun, Dayujin yassun, xalq konsi yassun deb to'lab etibdi ekan. Dastlab bu so'zlar mening qo'lqimga nimdek anglandi desanglar, g'unchi qiz yassun, yoshsu g'unchi qiz degandek anglanib ketdi-jimi? Yani shu g'unchi qizning gapi ma Aqniyaz, dedi Salay bu so'zlardan bezor bo'lgandek talaffuzda. Sen o'zing undaq beo'da qiynama. Seni yaxshi ko'rmaydigan undaq bir nimani unutib, seni haqiqiy yaxshi ko'rgan qizdan birini top adash. Dunyodagi go'zallar yolg'iz g'unchi qizlar emas. Kim biladi, bugun bir Zuhra yulduzni qo'ldan chiqarib qo'yib, ati bir cho'lpa yulduzga erishamsan tehi. Unutdansan? Dedi Aqniyaz hasratli kulib. Nada undaq o'ng'ay ish bor Salay. Beshinga kelgan qayg'u alamni, hatto xushalliqni unutib ketishing mumkin. Ko'rgan kino, o'qigan kitoblaringni, hatto qo'lingga kelgan mol dunyolarni unutib ketishing mumkin. Lekin muhabbatni qanday unutib ketgili bo'ladi? Muhabbat degan subyektiv jihatda sening irodangdan, obyektiv jihatda ijtimoiy reallikdan olqib ketadi ekan. Sen uni hozirmi yaxshi ko'ramsan?
so'radi g'oyat noit bir oz ajablangandek. Uning xiyolicha qiz uni yaxshi ko'rmagandan keyin uning qalbidagi muhabbatni allaqachon kuyib o'chgan o'tdek so'g'uq kulga, hatto ochiq nafratga aylanib ketishi kerak edi. Hozirmi yaxshi ko'raman, dedi Aqniyaz yurakidagi g'unchi qizga taalluq bo'lgan hamma narsani oshkorlab. Men uni hozirmi sap, samimiy muhabbatim bilan Majnunlarcha yaxshi ko'raman. Uning yigiti borligini bilib turibmi yaxshi ko'rdim. Chunki muhabbat deganda chesh-chegara, tam to'soq degan narsalar bo'lmaydi ekan. Sizlar aytgandek, ma'shuqsiz oshiq bo'lish peshonamga putilgan qismat o'xshaydi. Lekin men muhabbat bir odamning umumiy hayotida unchalik muhim o'rin egallamaslik kerak deb qarayman. Bu yerda xalqlik masala muhabbatning tutgan o'rnini bilishda. U baxtli turmushning hammasi emas, faqat bir qismini tashkil qiladi. Shunga g'unchi qiz mening qalbimda, turmushimda faqat ma'lum salmoqni egallaydi. Meningcha muhabbat kishilik turmush simfoniyasining go'zal bir bobidan iborat xolos. Kishilik turmushda odam ko'ngil bildigan ishlar nihoyat ko'p. Kasb, g'oya, istiqbol deganlar sening kurash qilish nishonang bo'lmasa bo'lmaydi. Sizlar o'ylab beqinglar. Hukumat bizning har birimizni 300 dehqonning 1 yillik kirimi hisobiga o'qityotdi. Biz buningga bilim o'rganib, kasb egilab, loyiqli javob bermasak, insonlik burchimiz nada qoladi? Aynuri to'kilib turgan xilvat qapchig'ay shu daqiqada tinpas bo'lib qoldi. Ishchilayotgan haraqmo kelgan yerida to'xtadi. Aqniyazning yurak so'zi ularni go'yo behushlikdan uyg'otib, go'zal bir g'oyaviy manzilning chetiga boshlab kelgandek hayajonlantirgan edi. Shu chaqda ular Aqniyazning nima uchun bir qizni Majnunlarcha yaxshi ko'rishga tegishli so'yiga erisholmaydi, yana o'zini yo'qotmaganligining sirini tushungandek. Uning vujudidagi bunday tangdoshsiz ma'naviy qudratning manbaini topgandek bo'ldi. Shunga ular endi muhabbat va g'unchi qiz to'g'risida qayta ilhis ochmadi. Aqniyazning hargizmi muhabbat savdoyisi bo'lib qolmaydiganligiga ishondi. "Qani, ishlayli og'imlar", dedi Qizilburun og'zini topshib. "Ey, Salay, ishga latifa qilma, ajab masjid o'tirganda timtoz bo'lib ketding-ku. Yana latifa yo'q", dedi Salay erinib. "Hammani anglab bo'ldinglar. Shavkat bir nima desin, uzun bo'ldi uning gapini anglamag'ili. To'g'ri, Shavkat bir nima desin." Hammadan tangli uningga yepishdi. "Men nima deyman, og'aynilar?" dedi Shavkat tanqisliqdan. "Latif to'qishni bilmayman. Naqshi aytishmi qo'limdan kelmaydi. Endi shu, to'g'ri, endi shu dedi." Aqniyaz uning sapqiga esoldi. "Amsa yaqinda ko'rgan materiallarimdan xotirlab olgan bir ikki tepishmoqni aytib beray. Topamsizlar?" dedi Shavkat qo'lidagi aroqni ichibdi. "Ayta, topayli. Zeynsin aytganmizda." Shavkat ovozini rostlab, dona-dona qilib mundoq dedi. "Dunyoda shundoq bir narsa borki, u eng uzun ham eng qisqa, eng tez ham eng osta, eng tor ham eng keng, eng e'tibori yo'q ham eng ekin durdi. U bo'lmasa hech ishni boshqa qilib chiqib bo'lmaydi. Barliq chaqin narsalarni yo'qitadi. Barliq ulug' narsalarga hayotlik baxsh etadi. U nima?" "Voy, Shavkat!" dedi Salay peshonasiga birini urib. "Sening u aytganing tepishmoqmi yoki ovoz yetakchining siyosatdan chiqargan imtihon solimi? Rostdaymina?" dedi Matkerammat Qosimni anqirolmay. "Xuddi grammatikaning imtihon solidek qarama-qarshi ma'nilik so'zdan tizib qo'yding-ku." Darvaqa Shavkat aytgan bu tepishmoq ularning burundan anglab kelgan o'zi bir ko'zining yoki puti uzun, bo'yni qisqa degandek odatdagi tepishmoqlarga o'xshamaydi. Buningda qandaqdir cho'nqur bir ilmiy hikmat bilan ma'lum falsafiy fikr bordaq qiladi. Ular xiyoliga kelgan nurg'un narsalarni deb baxdi. O'ylabmi dedi, o'ylamaymi dedi. Hech qaysi topolmadi. Oxir Aqniyaz bo'ldi, sharimizda bardiq, o'zing aytib ber deb turib oldi. Shavkat bu qiyin tepishmoqning javobini bir eg'iz gap bilan aytib, hammalarni hayron qoldirdi. Vaqt. Shunda
Bu tepishmoqning javobi vaqt. Obda o'ylasanglar, tegi yetar aysizlar. Ular bir-biriga qarab jim bo'lishdi. Lekin ko'nglida, kallasida jiddiy fikr qilib atdi. "Rost, vaqt kel", dedi Salay bir g'azadan keyin huluqqan holda. "Dunyoda vaqtdan uzun narsa yo'q, uning cheki bo'lmaydi. Shundaqla vaqtdan qisqa narsa yo'q. Har qanday ish, plan, orzu, armon vaqtdan eshib qoladi. Hech kim o'rindash ulgurolmaydi. To'g'ri, inshaalloh uchun vaqt tez o'tadi", dedi Qizilburun o'ylanib. Bekor talablar uchun vaqt nihoyat osti bilindi. Ayni vaqtda hech kim unaqa e'tibor qilmaydi, lekin o'tib ketgandan keyin hamma odam echiradi. Bu yolg'iz tepishmoqlar emas, hikmat ekan, dedi Aqniyoz xiyoldan beshini ko'tarib. Rost, o'lgandan keyin aslashga arzimaydigan chaqin odamlarni vaqt kishilarning qalbidan pok-pokiz yo'q deb aytadi. Ulug'larni bo'lsa o'z bag'rida mangu saqlaydi. Qiziq parang ko'ngillik suhbat bilan aroqni ishchilab bo'lay dedi. Bunday so'rinda har kim o'zining mahoratini, iqtidorini namoyon qilishga oldiraydi. Hech bo'lmasa biror yenglik bilan boshqalarni hamton qoldirishni o'ylaydi. Gayet mayet pat-pat yanchiqqa qo'lini selib bir narsani tutib qo'yadi. Ko'nglida buni ko'ristaymi yo'q degan orsolda bir fikr hukm suratdi. Oxir uning saloqbashlik, dilkashlik mehr yangdi. Yanchiqdagi to'p puklangan qog'oz olmoqchi bo'lib qo'lini soldi. Ammo qog'ozni elishdan burun larzon ammo do'lqinliq ovozda mana bir kuplet she'rni o'qidi. Avlodlardan avlodlarga qolgan men, bir ma'nili xilma-xil nom olgan men. Yo millatlik, yo sinflik chekim yo'q, odam uchun o'rtoq bo'lgan men. Oy, to'xtatgidan so'mroq chiqdi-ku, dedi Salay ham ajablangan, ham qoyil bo'lgan kayfiyatda. "Hey, yuribmirik, sen yozganlarimning hammasini hech kimga ko'rsatmay mashq qilyapsan ha? Bugun ajab pishgan she'rdan birini o'qiyapsan ha? Qanda o'qisam bo'lmamdi ekan?" Gayet mayib uningga savol nazarda qarab qo'ydi. "Bo'ladi, o'qig'in. Shuningga qaraganda mashq qilaversa bir gap bo'ladi. Lekin bu mening she'rim emas", dedi Gayet mayib va yanchiqdagi yeliq qog'ozni elib Aqniyozga uzatdi. "Buni ko'rib baqa, bumi bir yangi tepishmoq." Aqniyoz uning qo'lidagi qog'ozni ittik oldi. Sutdek oynurda qog'ozdagi dona-dona xatlarga ko'z yugurdi. Birinchi qurda asosanning shikoyati degan xatlar yo'g'on yozilgan edi. U she'rni o'qib ketib o'tib, ba'zi yerlarga kelganda hayajondan ovozini qo'yib aytdi. "Yolg'onchining va'dasining soni yo'q. Kepillikka meni tortib holi yo'q. Surishtirsang natijaning tayini yo'q. Og'zi bilan she'r olgan polvonman. Ba'zi chog'da so'rilmagan xamondir. Gap ochganda bug'doy bilan samondir. Baho bo'ldim naq bug'doyga yolg'ondim. Haqiqatda bug'doy emas samonman. Meni setib jon baxti ko'p yolg'onchi. U kim desang qo'rqinchoq ham aldamchi. Bekurotlar bo'ldi ona tayanchi. Shuning uchun bo'ldim hali baknomman." Ana shu yo'sinda yozilgan 28 kupletlik bir she'r qo'ldan qo'lga o'tib, bir necha qitimdan o'qildi. Uningdagi she'riy fikr bilan chiroyli, to'liq vazn qofiyalar hammalarni o'ziga jalb qilib oldi. She'r go'yo ularning ko'nglidagi nozik sirlarni oshkorlab, o'zundan beri demoqchi bo'lsa-mu, nima uchundir deyolmay buruqdan bo'lib kelayotgan haqiqiy so'zlarni jaranglatib, intonatsiya yaqinlik kuy shaklida dodil o'tirg'a qo'ygandek, ularni ajoyib bir ruhiy ozodlik tushuntirdi. "Kimning she'ri bu?" deb so'rdi Matkerammat Qosim qiziqib. "Yurak cho'l shoir ekan-a? Rost, bu odatki shoir emas-kan", dedi Qizilburun qoyil bo'lib. "Qimma qarish jangchida qiladi. Tepanglar, she'rni avtori kim?" Gayet mayib mag'rurlik bilan ko'ksini kardi. Bir necha shoirlarning ismi aytildi, lekin Gayet mayib hammasini rad qildi. Aqniyoz xeyligacha unchiqmay she'rga yana bir qitim ko'z yugurtgandan keyin mundaq dedi.
Şiirinin yengil uslubidan tilning ravonligidan qaraganda bu Tiyitjon Iliyevning she'ri. Tapding kasofat! deb barqirvatdi G'oyib Mayit xushal bo'lib. Rost, shoir Tiyitjon Iliyevning she'ri. Bu she'rni nereden alding? Matbuotda chiqmagan she'r bu. Tek qo'l yozma ekan. dedi G'oyib Mayit she'rning kelish manbayin tushundirib. Biologiya fakultetidagi bir do'stimning dadisi yozuvchilar jamiyatida kaltikisay boshliq. U ega bu she'rning shafgrafda besilgan nusxasini aytgan ekan. Do'stim meni she'rga xushtar ekanligimni bilgachga tunigun unmon ko'rsatgilak gapdi. Men avtorning ismini chiqarib yetib, darhol bir nusxa ko'chirib oldim. Ahvoldan qaraganda bu she'r kurashga tayyorlanayotgan bo'lsa kerak. Hammalar cho'nqur tartib qo'ydi. Onun neyini kurash qiladi? dedi Matkeram Matqasim g'azablanib. Hammasi rost gap ku. Qaysi daraxtning mevasi ko'p bo'lsa, shuningga tosh ko'p etiladi degan shu. dedi Shavkat ma'niliq qilib. Yaxshi narsalar vaqtincha zarbaga uchirsa-mu, lekin o'z qiymatini hamon yo'qotmaydi. dedi Salay tomog'ini dam bilan sho'rab. Haqiqiy she'r degan mana shu. Bundaq she'rlarni faqat talantli shoirlar yoza oladi. Uning umri shoirning umridan uzun. Sen bizning Gagmirdan bundaq she'rlarni yoza olmaydi demsan? deb qasdan qusurchilik qildi Qizil burun. Agar u obda degansa, Tiyitjon Iliyevdek emas, hatto Pushkin, Bayrullardek she'rlarni yozishi mumkin. Uningda ajoyib bir yo'shlin talant bor jumo. Qizil burun, uxlamay turib jo'yliding-ku. dedi G'oyib Mayit uningga so'g'uq nazar bilan qarab. Lekin ishtamsan, men sana aytsam, tomsa o'qishni, yog'ochchilikni, yana masalan mashina haydashni, mo'zullikni o'rganishga bo'ladi. Kitob yozishni o'rganib bo'lamdi. Bu yerda o'qisang-mu, o'qimasang baribir. Go'rki qanchalik o'qigan, bozorchi, ijodiyatda donishmandlik kerak, tug'ma talant kerak. Mana qarag'ana, Oqniyozni hayt desang, bir necha ko'plik chiroyli she'r yozib bera oladi. Senchi, seni o'ltirsimi, to'tmasa qo'shoq chiqmaydi. Sen kasal gap qilma Jumo. dedi Matkeram Matqasim Qizil burunga bo'lishib. Tug'ma talantigini nima? Burjatiyning ko'ngli, proletariat undaq narsani e'tirof qilmaydi. Oqniyoz, Shavkat, Salaylar tasoddifiy o'tirg'i chiqib qolgan bu kichkina munozirga qiziqib o'ltirib qoldi. E'tirof qilamsan, qilmamsan, u baribir mavjud. dedi G'oyib Mayit qizishib. Onun senin 3 yıldan beri okuyan narsalarının içinden talay narsını misal görüştük buludu. Çehov'un alaylı, dünyada kim o? Ölümü külkü bile yazalığın. Ölüm degen ölüm, kaygı hasaret degen söz. Külkü degen külke, kuşal kuranlık degen söz. Mana şundak bir-biriga qarama qarşı narsa, to'g'ma talant degiz Chekhovning mayli qalmasida shundak ajoyib tasvirlangan ki, ölüm kishilarga külkü bo'lib tuyulgan. Chinovnikning o'limi san shundak ta'sir bermamdi. Mana bu talant bo'lmay nima? Sen qo'yib bersa o'limni külkü bilan emas, külküning o'zini qamlashtirib külkü raqib yozolmaysan. Dante 9 yoshli she'r yozgan. Buni nima deysan? Ondaq desang, bizning Navoiy 4 yoshli she'r yozgan. dedi Salay luqma selib. G'oyib Mayitning jonliq misollari, yumurliq so'zlari Oqniyoz bilan Shavkatga yarab ketdi. Ular hamisha beshini ichiga tiqib, xiyol bilan yuradigan. Kichkina bo'sh vaqt chiqsina, kitobdan bosh ko'tarmaydigan bu ko'rimsiz savoqlashining qo'rqida xeyli o'mashbarligini o'qigan. O'rgangan narsalarini amaliyotga selishtirib, mulohaza qilib, uningdan xeyli cho'nqur nazariy bilimlarni egallab ketayotganligini bilib, xushal bo'lishdi. Bo'ldi, qizishmanglar, dedi Oqniyoz va chapinning yanchiqidan qattiq muqobilib, yo'qda bir kitobni elib davom qildi. Bu Mixailning she'riyat mohirligi haqida degan kitobi. Buni menga o'tganda Salim apandi bergan. Bu qatam o'qib chiqdim. Sizlarga buning ichidagi 2 qurqatni aynan o'qib beray. Boyiqi qisqa munozirga yakun bo'lib qolar. Shoir bo'lishni maqsad qilib she'r yozishni boshlaganlarning ko'pchiligi ularda shoirlik talanti bo'lmaganlikdan tamoman bekor ishlaydi. G'oyib Mayit qandoq degandek ma'noda Matkeram Matqasimga lappida qarab qo'ydi. Oqniyoz kitobni yetib, o'zining she'riyat to'g'risidagi fikrlarini sharhlashga boshladi. Bugungi kun Nargizmo eshakka minib qo'shoq qatadigan 50-yillar emas.
davrning tiniqini, xalqning sadosini ifodalaydigan haqiqiy she'rlar cho'qim shoirdagi kuchli bir ishga qiziqish, intilish orqali barliqqa kelish kerak. Meningcha she'r deganda naydan chiqqandek mo'liq navo, tamburdan chiqqandek dard tasrat, ravobdan chiqqandek sho'x kuy, g'ijashdan chiqqandek cho'nqurmo, satardan chiqqandek nolib yig'on, changdan chiqqandek shodiyonliq mujassam bo'lgandila kishilarni ta'sirlantira oladi, jalb qila oladi. Tuyuqsiz posh ko'z qilgan ovoz bilan tang hammaylan shu tarafga qaradi. Tabiiy holda suhbatni to'xtadi. Ular bayqida qizg'in paranglar bilan neriq chetda qaynayotgan savz chamg'urlarni unutib ketgan edi. Ba'zi o'choqlarning o'ti o'chib qo'qqasga aylanib ketgan. Ba'zi cho'g'inlar to'liq qaynavergachda qing'ilib ketgan edi. "Qani, amsa, darvozainglarda o'tiringlar," deb buyruq qildi Salay. "Kashlik ziyofat boshlanadi." Ular yana bayqida kira bo'lib o'tirib, oldinlarga ko'ni gizit qog'ozlarini yoydi. Cho'g'in kurishklardagi yumshoq pishgan savza, chamg'ur yangyolarni bir-birlab gizit ustiga suzdi. Salay eng oxirida elib kelgan bir cho'g'indagi nimmatni o'pchi dasturxon ustiga to'kmay, asta bir chetga ayirib qo'yib edi. Oqniyozning ko'zi tushib, darhol chaqchaq aralash o'kdi qopdi. Mana, bizning aramizdan yo'g'on bir monopolchi yetishib chiqibdi. Qani, bizga bir qarag'ina Salay. Bizning bu yerda sendek monopolchi deganlar yo'q edi. Sen o'zing Parijdan keldingmi, Londondan? To'g'ri gap qilma, Oqniyoz. dedi Salay domsayg'anda qiyofatda. Bu mening kindiqanim to'kilgan, ona tuproq. Men bularning hammasini o'zim yemayman. Sen bizning savoqdosh qizlarni, ojiz uyatchan bag'ri yumshoq qizdan o'ylab baqdingmi? Oldinga taom kelganda iymon qechibdi degan shu-da, men buni osh qizdan ayirib qo'ydim. Mundoq degin, dedi qizilburun ta'sirlanganligidan Salayning dulusi qiqib. Sen qachondan beri shuncha g'eribparvar, qizparvar bo'lib qolgansan, a? Shu topda mening sog' bo'lgan mehr muhabbatim burunqidan kuchli qo'zg'aldi jimo. Azaldan shundoq, dedi Salay texmi kiyirilib. Men senlarga o'xshash qizlarni ko'rsam holim yo'q, ko'rmasam korim yo'q sodim bo'lganlar soytun kisamas. Shu chaqda ularning yeniga xuddi uzburib kelgan obsharkadak yelim g'ijak bilan savuttab yetib keldi. Ularning qo'ltiqi qisib olgan g'ijak va daplardan qaraganda biror to'yga berib hozirlik qaytib kelgandek qiladi. Yuz ko'zlaridan haroq kayfi bilan yorg'inlik chiqib turadi. Marhamat, yangi mehmonlarni qarshi olamiz, dedi Salay va ular urilishib bo'lgandan keyin savut qarab ish kuyarlik bilan davom qildi. Ey Savut, sen odash, paqishib qolgan depongni qo'ltiqon qisib, quliq kesilgan ishdak udum kelgan yerda so'kildab yuraverarsan, dabdis chalsan, naqshlis aytsan, intandis go'shib o'tirsan, ishki numarini yutib yurib maktabni qanday qiltirsan? Endi odash Xudoning bir ismi Rahim degan gap bor, dedi u hijiyib. Xudomi menda gavoshbandlik vaqti kelganda Rahim qilib qola. Xudoning yana bir ismi G'azab deganni unutib qolma, dedi Oqniyoz so'zga aralashib. O'quvchining vazifasi hofizlik emas, ilm o'rganish. Lekin sening bu qatimqi imtihon natijalaring sapla 2-1-3 ning orliqi ekan. Savut dab xuddi suvshida yashab turib, o'z og'zi bilan suv icholmaydigan paqiga o'xshash oliy bilim yurtida bilim ishqibozlarining ostida yashabmi haqiqiy bilim o'rganolmay, faqat o'ziga kerakli suvni teris orqali simirib oladigan heliq paqadek uning buningdan anglab olgan gaplar va yuza ta'sirotlar bilan bir kishilik o'rinni avar qilib yurayotgan sodda o'quvchi edi. U saboqdoshlariga o'zini oqlab mundoq deydi: "Og'inlar, mening bo'lishim shu, buningdan yaxshi bo'la olmayman. Nemishqa desanglar, men kichkinda onamning ustiga to'ymagan. Onam meni bulmoq bilan beqib cho'ng qilgan. Shunga aqlim naqisroq. Muskullarimni ancha taraqqiy qilmagan. Sal cho'ngroq bo'lgan vaqtimda bulmoqqa to'ymay, qachi bilan qo'shiqni to'la urib taqilzitib, oxiri dabchi bo'lib qolganman." "Yaxshi gaplar, sizlarni bu yerga Xizr avatibdi", dedi Shavkat, u ishkisining kelganligiga xushal bo'lib. "Hozir bizda naqsh muzikali kam bo'lib turadi. Bizmi birdan fayzinglarni ko'raylik." G'ayib mayib uni quvvatlab g'o'dimshidi. "Rostida, bu haq yamni bu yerda yeb, tuxumni sirtib tug'digan bityandek butun fayzini haq berib kelyapti." "Endi ada jahondorchilik danglar", dedi Helim Fijak raskatni aytib.
Mush g'itti-g'ittanın şarabı bilan qo'rsaqni bo'lsa-mu och qo'ymay kelyapmiz. Qani amsa, bir ikki pad anglayli. dedi Matkirin Matqasim oltirab. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atiki anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.